Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti Xitoyning bexatarlik va demokratiyaga selayotgan sistemli xirsi tufaylidan uning yer shariga ta'siri va majburlash siyosatini tunji qatim o'zining yangi strategiya tasavvuriga kirgizgan. Shia Atining bosh katibi Stoltenberg 7 aprel o'tkazgan axborot yig'inida tashqi ishlar ministrlarining Ukrainaga yordamni texnik kuchaytirish va davomlashtirish bilan bir vaqtda Osiyo Tinch okean rayonidagi hamkorlikni kuchaytirishga qo'shilganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Rossiyaga bo'lgan maliye ve harbiy yardımı Shia Atida Ukraina urushining texmi uzunluğu so'zilib ketish andisini kuchaytgan. Xitoy bo'lsa uningga inkas qaytirib, Osiyo Tinch okean rayonida so'g'uq munosabatlar urushi qo'zg'ash xohishi deb ayblagan. Sharqi Turkistonning davosi yo'lida bir umr kurash qilgan peshqadam qozoq faoliyatchi, tonilgan yozuvchi Qizirbek G'ayratullo 2022 yil 4-oyning 6-kuni Istanbulda 82 yoshida vafot bo'ldi. Marhumning janoza namozi 4-oyning 7-kuni Istanbulning Otashahar O'rnak mahallasidagi Turkiston jamiasida o'qildi. Egilanishicha, marhum Turkiyaga kelgandan buyon turk millatparvarlar bilan birga Sharqi Turkiston davosi uchun xizmat qilgan bo'lib, uning 6 oydagi Qonliq kunlar nomli kitobi hujjatlik film bo'lib ishlangan. Ukraina urushida Rossiyani qo'llagan orqadan bu qarordan voz kechgan va nol Covid siyosiy sababdan krizisga duch kelgan Xitoy xato qarorning siyosiy oqibatiga duch kelmoqda. Bu nachar qarorlarning hammasi uzun yil hokimiyat yurgizish qarshisida bo'lgan prezident Xi Jinpingning taxtini ta'virtidi deb qaralmoqda. Bir oydan ko'proq vaqt ilgari 2022 yillik qishloq olimpik tanharkat musobaqasi harpisida dunyodagi eng kuchli mustabid rahbar Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xi Jinping Beyjingda o'tkazilgan dog'dug'liq uchrashuv o'tkazgan edi. Turkiya Amerikaga 3 milliard 481 million dollar bilan tarixdagi eng yuqori birinchi fasllik eksportini amalga oshirdi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Turkiyaning tashqi setish miqdorining qiymati jihatda eng ko'p o'sgan bozor deb xotirlandi. 1-oydan 3-oygacha bo'lgan oralıqda Turkiyaning Amerikaga qilgan eksporti 779 million 972 ming dollar oshdi. Bosh shtabi Amerikada bo'lgan va Turkiyada faoliyat olib berayotgan Amerika shirkatlari Turkiyadagi savdo faoliyatini kengaytirish bilan bir vaqtda ikki davlat birdaklik hosil qilgan 100 milliard dollarlik savdo miqdori nishoniga qarab qadam tashlamoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev ve Ermeniya bosh ministri Nikol Pashinyan bilan ayrim telefonlashib, Qarabağ to'g'risida suhbatlashdi. Egilanishicha, rahbarlar Aliyev bilan Pashinyanning 6 aprel Belgiyaning poytaxti Beryosselda o'tkazgan uchrashuvning natijalarini muzokara qilgan. Qirg'iziston iqtisod va savdo ministri Daniyar Qirg'izistonning suv elektri yoshirin kuchining 150 milliard kilovat soatdan oshadiganligini mo'ljallandi. Bu yil 2-chi qatim poytaxt Bishkekda o'tkazilgan imkoniyatlik sijil energiyaga o'tish, to'siq va hal qilish chorasi mamlakatlik munbirida hukumatning quyosh energiyasini taraqqiy qildirishdagi muhim nuqtalar haqida doklad berdi. Eron Tashqi ishlar ministrligi bayonotida Amerika amaldorlariga terrorlikqa qarshi turish va kishilik huquq dafsandichiligi sababli yurgizgan jazo tizimligiga yana 24 ustunni qo'shganligini e'lon qildi. Egilanishicha, Tehron hukumati Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabining sobiq qo'mondoni Joseph Votel, Amerikaning sobiq bosh shtab boshlig'i George William Casey va Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning advokati William Louis Julia qatorliqlarni jazo tizimligiga kirgizgan.